Aslida bu munozara tasodifiy yoki o'tkinchi bir hodisa emas edi. Javed Axtar yillar davomida Alloh taoloning mavjudligiga, iymonga qarshi ochiq pozitsiyalari bilan tanilgan bo'lib, bu holat yoshlarning bir qismida shubha va gumonlarning paydo bo'lishiga aniq ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli biz bu g'oyalarga, hissiyotga asoslangan nutqlar bilan ham, shaxsiy hujumlar orqali ham emas, balki sokin, ilmiy va mustahkam aqliy dalillar bilan javob berish zarur deb bildik. Alhamdulillah. Ushbu munozara shuni ko'rsatdiki, Allohga iymon faqat hissiy pozitsiya emas, balki mantiqan puxta va aqlga tayangan mustahkam qarashdir. Alloh taolo aytadi: "Ayting, mana shu mening yo'lim, men va menga ergashganlar Allohga basirat, ya'ni ochiq hujjat, aniq dalil bilan da'vat qilamiz." Biz ochiq-oydin ko'rdikki, ko'plab odamlar ateizmning fikriy asoslari haqida jiddiy qayta o'ylay boshladilar. Alhamdulillah. Shuningdek, oz sonli bir guruh meni asossiz aqidaviy ayblar bilan aybladi. Go'yoki men Alloh taoloning ulug'ligini, ulug'iyatini inkor qilgan emishman yoki uning sifatlari yaratilgan degan emishman. Bu ochiq-oydin yolg'on, Alloh saqlasin. Alloh taolodan ularni ham, meni ham mag'firat qilishini va barchamizni yaxshilik bilan mukofotlashini so'rayman. Men Alloh taoloning zot jihatdan ham, maqom jihatdan ham ulug'ligini e'tirof etaman. Allohning sifatlari Qur'on va sunnatda qanday kelgan bo'lsa, o'xshatishsiz, inkor qilmasdan va qandayligiga kirishmasdan ahli sunna val jamoa manhaji asosida isbotlayman. Biz juda aniq ta'kidlashni istaymiz. Bizda rasmiy raqamlar yoki ishonchli statistik ma'lumotlar yo'q. Ular bilan qat'iy xulosa chiqarib bo'lmaydi. Shu bois oshirib gapirmaymiz va tasdiqlanmagan raqamlarni targ'ib qilmaymiz. Ammo ishonch bilan ayta olamizki, bizga musulmon bo'lmaganlardan ham, ateistik qarashlardan ta'sirlangan yoshlardan ham ko'plab xatlar keldi. Ular shubhalar yo'qolgani va haqiqatni samimiy izlash yo'li boshlanganini bildirishdi. Ba'zilar esa ochiqchasiga islomni qabul qilganini aytishdi. Hidoyat esa Allohdandir. Siyosiy zulm, ezilish va insoniy azob-uqubatlar qalbda chuqur ruhiy iz qoldiradi va ayrim insonlarni hayotning ma'nosi haqida o'ylashga undaydi. Biroq inson boshidan kechirgan og'riq bilan noto'g'ri falsafiy xulosani bir-biridan ajrata bilishi lozim. Azob-uqubatlarning mavjudligi Alloh taoloning borligiga zid emas. Bu borada ikki xil qarash mavjud. Birinchisi ateistik qarash. Inson azob chekadi, so'ng vafot etadi va uning azoblarida na ma'no bor, na bir mukofot. Ikkinchisi islomiy qarash. Insonga hatto tikan kirish ham uning gunohlariga kaforat bo'ladi. Har bir zulm uchun hisob va o'rinli kompensatsiya bor, ya'ni mukofot bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, musulmonga yetgan har qanday charchoq, kasallik, tashvish, g'am, ozor va qayg'u, hatto tikan sanchilsa ham uning gunohlariga kaforat bo'ladi. Shu yerda haqiqiy savol tug'iladi. Qaysi qarash inson azob uqubatini chinakam jiddiy qabul qiladi? Men yoshlarimizga ochiq va mehr bilan shuni aytamanki, agar ongingizda din haqida savol yoki shubha tug'ilsa, yoxud biror shar'iy hukmning hikmatini tushunmasangiz, bu islomda javob yo'q degani emas. Bu siz hali javobga yetib bormaganingizni anglatadi. Bunday holatda to'g'ri yo'l izlanish, o'qish va mutaxassis olimlardan so'rashdir. Savoldan qochib butun dinni inkor etish to'g'ri emas. Shuningdek, ilm bilan ilmparastlikni bir-biridan ajratish muhim. Ilm bu fan va o'rganishdir. Ilmparastlik esa fan va tajribani yagona haqiqat manbai deb bilish. Islom ilmga qarshi emas, aksincha uni qo'llab-quvvatlaydi. Ammo islom tajribaviy ilmni yagona bilim manbai deb hisoblamaydi. Chunki bilim faqat tajriba bilangina cheklanmaydi. Bilimning boshqa manbalari ham bor. Sezgi va tajriba, aql va mantiqiy xulosa va eng muhimi Alloh taoloning vahiyidir. Vahiy eng aniq va eng ishonchli bilim manbaidir. Shuningdek, yoshlarning savollariga sokinlik bilan, hurmat asosida va tushunarli yo'l bilan javob berish kerak. Chunki samimiy berilgan javob insonni hidoyatga olib boradi, adashuvga emas.